Assalomu alaykum, aziz hamyurtlar, vatandoshlar. Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha navbatdagi reysiy avtobusimiz ko'rib turibsizlar. Mana avtobusimiz shart-sharoitlarni do'stlar, kimda-kim shunaqa sifatli reysiy avtobusda ketmoqchi bo'lsa, mana shu yo'nalishda sirenalarimiz 10 gradusga tushiriladi hamda 30 gradusga mana qayriladi. Bemalol uxlab ketaman degan fuqarolarimizga ham bemalol tavsiya qilamiz do'stlar. Shunaqa sifatli reysiy avtobusda kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, ekranda shosha raqamlar do'stlar. Toshkent, Moskva, Toshkent, Samara, Toshkent, Penza, Toshkent, Orenburg, Toshkent, Rezan, Toshkent, Mordovia, Toshkent, Tolyatti, Toshkent, Tambov shaharlariga dushanba hamda payshanba kungi reysiy avtobuslarimiz Toshkent, Tula, Toshkent, Kaluga shaharlariga do'stlar, Toshkent, Bryansk, Toshkent, Oryol, Toshkent, Kiyevsk shaharlariga kimda-kim sifatli reysiy avtobusda ketmoqchi bo'lsa, payshanba hamda dushanba kungi reysiy avtobuslarimiz qo'yilgan do'stlar. Telefon qilinglar, bog'laninglar, batafsil ma'lumotlarni o'rganinglar.